1 iyuldan boshlab pensiya oluvchilar bo'yicha tekshiruvlar kuchaytirilishi haqida gap ketayotgani bejiz emas. Men bugun sizga bu mavzuni oddiy, tushunarli va amaliy tilda tushuntirib beraman. Chunki bu ma'lumot faqat pensionerlarning o'ziga emas, ularning farzandlari, nevaralari, vasiychlari va yaqinlariga ham tegishli. Agar oilangizda pensiya oladigan ota-onangiz, buyingiz, bobongiz, nogironlik pensiyasi oluvchi qarindoshingiz yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan tanishingiz bo'lsa, bu videoni albatta oxirigacha ko'ring va ularga yuboring. Men darhol eng muhim joydan boshlayman. Tekshiruv degani hammaning pensiyasi to'xtatiladi degani emas. Lekin hujjatlarda, yashash joyida, bank kartasida, ishonchnomada, ishlash holatida yoki shaxsiy ma'lumotlarda nomuvofiqlik bo'lsa, pensiya to'lov kechikishi, vaqtincha ushlab turilishi yoki qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men sizga kimlar xavotir olishi kerak, kimlar tinch bo'lishi mumkin va eng muhimi, muammo chiqmasligi uchun nima qilish kerakligini birma-bir aytib beraman. Avvallari ko'p masalalar, qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi, pensiya jamg'armasi bo'limiga borib ariza yozish, bank orqali naqd pul olish yoki kartaga tushirish orqali hal qilinar edi. Masalan, pensioner yashash joyini o'zgartirsa, ayrim hollarda bu ma'lumot vaqtida bazaga tushmasdi. Kimdir boshqa viloyatga ko'chib ketgan bo'lardi. Lekin pensiya eski manzil bo'yicha yuraverardi. Yana bir holat, pensioner uzoq muddat chet elga ketgan bo'lishi mumkin. Lekin uning nomidagi karta qarindoshi qo'lida qolib, pul yechib yurilgan bo'lishi mumkin. Yoki nogironlik pensiyasi bo'yicha tibbiy ko'rik muddati tugagan, lekin odamlar bundan bexabar qolgan. Hozir esa davlat organlari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda. Fuqarolik holati dalolatnomalari, yashash manzili, bank ma'lumotlari, soliq organlaridagi ish haqi yoki daromad ma'lumotlari, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosalari, migratsiya ma'lumotlari, notarial ishonchnomalar va boshqa axborotlar bosqichma-bosqich solishtiriladi. Shuning uchun 1 iyuldan tekshiruvlar boshlanadi degan gapning mohiyati shuki. Pensiya olayotgan shaxs haqidagi ma'lumotlar haqiqiy hayotdagi holat bilan mos keladimi yoki yo'qmi? Shu narsa aniqlanadi. Men buni qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun aytyapman. Agar pensionerning hujjatlari joyida bo'lsa, pasporti yoki ID kartasi amalda bo'lsa, bank kartasi o'zida bo'lsa, yashash joyi to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, nogironlik guruhi bo'yicha muddati o'tmagan bo'lsa, ishonchnoma qonuniy bo'lsa, bunday odam ortiqcha xavotir qilmasligi kerak. Lekin men bilmasdim, bola pulni olib berardi. Manzil o'zgarganini aytmagan ekanmiz. Telefon raqam eskida qolgan ekan degan gaplar keyin muammo tug'dirishi mumkin. Birinchi navbatda pensiya tekshiruvi kimningdir uyiga kelib, darhol pulni kesib tashlash degani emas. Tekshiruv bir necha yo'nalishda bo'lishi mumkin. Men buni oddiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi yo'nalish shaxsning tirikligi va haqiqiy oluvchi ekanini aniqlashdir. Masalan, bir pensioner vafot etgan bo'lsa, uning o'limi Fadagayo tizimida qayd etiladi. Normal holatda pensiya to'lovi shu ma'lumot asosida to'xtatilishi kerak. Lekin ayrim hollarda ma'lumot kechikishi yoki karta boshqa odam qo'lida bo'lishi mumkin. Natijada vafot etgan odam nomiga pul tushib, kimdir uni yechib olishi ehtimoli bor. Bunday holat aniqlansa, ortiqcha olingan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, odam yanvar oyida vafot etgan, lekin fevral, mart, aprel oylarida ham kartadan jami 3 million so'm yechilgan bo'lsa, keyin bu mablag' bo'yicha savol tug'iladi. Bu pulni kim oldi, nima asosda oldi degan tekshiruv bo'ladi. Ikkinchi yo'nalish yashash joyi va ro'yxat ma'lumotlaridir. Aytaylik, pensioner Toshkent viloyatida pensiya oladi, lekin aslida 2 yildan beri Farg'onada farzandi bilan yashaydi. Bu o'z-o'zidan jinoyat emas. Odam farzandinikida yashashi mumkin, boshqa shaharga ko'chishi mumkin. Lekin pensiya hujjatlarida manzil umuman yangilanmagan bo'lsa, chaqiruv xatlari, bank xabarnomalari, tekshiruv bilan bog'liq ma'lumotlar noto'g'ri joyga ketadi. Keyin pensioner men xabardor emas edim deb qoladi. Shuning uchun manzil o'zgargan bo'lsa, tegishli organlarga xabar berish juda muhim. Uchinchi yo'nalish nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilarga tegishli. Nogironlik guruhi ko'pincha ma'lum muddatga beriladi. Kimdadir 1 yilga, kimdadir 2 yilga, kimdadir muddatsiz bo'lishi mumkin. Agar tibbiy ijtimoiy ekspertiza muddati tugagan bo'lsa, lekin qayta ko'rikdan o'tilmagan bo'lsa, to'lov to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Misol uchun,
iki guruh nogironligi bo'yicha har oy 900 ming so'm atrofida to'lov olayotgan fuqaroning ekspertiza muddati 3 iyunda tugagan bo'lsa, 1 iyuldan keyin u qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'lishi mumkin. Agar u vaqtida murojaat qilmasa, iyul oyidagi to'lov kechikadi. Keyin hujjatlarni tiklashga vaqt ketadi. Odam esa dorisiz, xarajatsiz qolishi mumkin. 4-yo'nalish ishlayotgan pensionerlarga tegishli bo'lishi mumkin. Ba'zi pensionerlar yoshga do'yib pensiya olib, shu bilan birga ishlaydi. Bu ko'p hollarda taqiqlangan emas. Lekin pensiya miqdorini hisoblashda ish staji, ish haqi, qo'shimcha to'lovlar, imtiyozlar, ustamalar muhim rol o'ynaydi. Agar kishi norasmiy ishlasa, soliq tizimida boshqa ma'lumot ko'rinsa yoki rasmiy ish haqi bilan pensiya hujjatlaridagi ma'lumotlar mos kelmasa, qayta hisob-kitob payti savollar tug'ilishi mumkin. Masalan, odam pensiyaga chiqqandan keyin yana 3 yil ishlagan bo'lsa, ayrim holatlarda pensiyani qayta hisoblash huquqi paydo bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun ish joyidan ma'lumotlar to'g'ri tushgan bo'lishi kerak. 5-yo'nalish bank kartalari va ishonchnomalar. Juda ko'p oilalarda pensionerning kartasi farzandida turadi. Men bu holatni hayotda ko'p ko'rganman. Ona keksa bankomatga bora olmaydi. O'g'li yoki kelini pulni yechib olib keladi. Agar hammasi rozilik bilan bo'lsa, bu oilaviy yordam sifatida ko'riladi. Lekin muammo shundaki, karta egasi o'zi pulni olyaptimi yoki pulini xohishsiz ishlatilyaptimi degan savol tug'ilishi mumkin. Ayniqsa pensioner shikoyat qilsa, qarindoshlar o'rtasida nizo chiqsa yoki karta orqali shubhali operatsiyalar bo'lsa, masala jiddiylashadi. Shuning uchun agar pensionerning o'zi bora olmasa, qonuniy ishonchnoma rasmiylashtirish eng to'g'ri yo'l. Men endi aniq ajratib beraman. Xavotir olish kerak bo'lgan birinchi toifa bu hujjatlar eskirgan yoki yo'qolgan pensionerlar. Pasport muddati, ID karta ma'lumotlari, familiya o'zgarishi, tug'ilgan sana xatosi, JSHSHR raqami bilan bog'liq muammo bo'lsa, bularni cho'zmaslik kerak. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqanida familiyasi o'zgargan. Keyin pensiya hujjatlarida eski familiya qolgan bo'lishi mumkin. Bankda esa yangi familiya. Bunday farq to'lovda texnik muammo keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchi toifa chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Agar pensioner Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatda uzoq yashayotgan bo'lsa, pensiya olish tartibi bo'yicha alohida shartlar bo'lishi mumkin. Bu yerda eng xavfli joy shuki, pensionerning o'zi chetda. Kartasi esa O'zbekistonda qarindoshda qolgan. Agar tekshiruvda pensioner mamlakatda emasligi ko'rinsa, undan qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin. Ba'zi hollarda tiriklikni tasdiqlovchi hujjat. Konsullik orqali ma'lumot yoki shaxsiy murojaat kerak bo'ladi. 3-toifa nogironlik guruhi muddati yaqinlashgan fuqarolar. Men bunday odamlarga alohida urg'u beraman. Tibbiy ko'rik sanasini kutib o'tirmang. Oldindan poliklinikaga boring, davolovchi shifokoringiz bilan gaplashing. Kerakli analizlar, tibbiy xulosalar, kasallik tarixi bo'yicha hujjatlarni tayyorlang. Chunki birgina qog'oz yetishmasa, jarayon cho'ziladi. To'lov kechiksa, keyin nega vaqtida tushmadi deb yurmaslik uchun sanalarni nazorat qiling. 4-toifa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda ayniqsa talabalar. Voyaga yetmagan bolalar va ularning vasiylari ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, bola 12 yoshga to'ldi, lekin oliy ta'limda kunduzgi bo'limda o'qishni davom ettiryapti. U holda o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Yoki talaba sirtqi ta'limga o'tib ketgan bo'lsa, bu pensiya huquqiga ta'sir qilish ehtimoli bor. Har bir holatni alohida tekshirtirish kerak. 5-toifa vasiylik, homiylik yoki ishonchnoma orqali pul olayotganlar. Masalan, Sadbatin 5 yoshli buvining pensiyasini nevarasi olib beradi. Agar notarial ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank pul bermasligi mumkin. Yoki pensiya jamg'armasi vakolatni qayta tasdiqlashni so'rashi mumkin. Shuning uchun ishonchnoma qachon berilgan, qachon tugaydi, unda aynan pensiya olish vakolati yozilganmi, buni tekshirib qo'yish kerak. Tinch bo'lishi mumkin bo'lganlar kimlar? Agar sizning pensiyangiz qonuniy tayinlangan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, bank kartangiz o'zingizda bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringizda xato bo'lmasa, nogironlik yoki boshqa maxsus asos bo'yicha muddatlaringiz amalda bo'lsa, siz vahimaga tushmang. Tekshiruvning maqsadi halol pensionerni qiynash emas, balki noto'g'ri to'lovlar, eski ma'lumotlar va noqonuniy foydalanishlarni aniqlashdir. Keling,
bir nechta oddiy misolni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, 72 yoshli ota har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U o'zi qishloqda yashaydi. Kartasi shahardagi o'g'lida. O'g'li har oy pulni yechib, otasiga 700 ming so'm beradi. Qolgani doğru oldim, yo'l kira qildim deb ishlatadi. Ota rozi bo'lmasa, bu oilaviy muammo emas. Moliyaviy suiiste'mol sifatida ko'rilishi mumkin. Tekshiruvda pensionerning o'zi men to'liq pulni olmayapman desa, bank operatsiyalari ko'riladi, kim yechgani aniqlanadi. Shuning uchun pensiya egasining roziligi va nazorati birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Ikkinchi misol, 18 yoshli ayol Andijondan Toshkentga qizning uyiga ko'chib kelgan. U pensiyasini kartadan oladi. Lekin ro'yxat eski manzilda qolgan. Bir kuni pensiya bo'yicha qo'shimcha hujjat talab qilinadi. Xabar eski manzilga boradi, ayol esa bexabar qoladi. Natijada to'lov vaqtincha kechikadi. Aslida muammo juda oddiy. Yashash joyi va aloqa raqamini yangilash kerak edi. Bitta kichik e'tiborsizlik bir oy asabiylashga sabab bo'ladi. Uchinchi misol, nogironlik nafaqasi oluvchi fuqaro tibbiy ko'rik muddati tugaganini bilmay qoladi. U har oy pul tushishiga o'rganib qolgan. Iyul oyida pul tushmaydi. Bankka boradi, bank bizga mablag' kelmagan deydi. Pensiya bo'limiga boradi. U yerda sizning tibbiy xulosangiz muddati tugagan deyishadi. Endi u poliklinikaga boradi. Shifokor ko'rigidan o'tadi, hujjat yig'adi, navbat kutadi. Agar u buni bir oy oldin boshlaganida to'lov uzilmasligi mumkin edi. To'rtinchi misol, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan talaba uningdagi yoshdan oshgan. U birinchi kursda kunduzgi o'qiyapti. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnomani vaqtida topshirmaydi. Tizimda uning voyaga yetgani ko'rinadi, lekin o'qiyotgani tasdiqlanmagan. Natijada to'lov to'xtatiladi. Keyin ma'lumotnoma olib borsa, ayrim holatlarda qayta tiklanadi. Lekin vaqt yo'qoladi. Shuning uchun talabalarga aytaman, har o'quv yili boshida o'qish joyidan rasmiy ma'lumotnoma oling va tegishli organga topshiring. Eng katta xato shuki, odamlar pensiya bir marta tayinlangan bo'lsa, endi umrbod hech kim tekshirmaydi deb o'ylaydi. Yo'q, pensiya huquqi davom etayotgan bo'lsa, uning asoslari ham davom etishi kerak. Yoshga doir pensiyada bu oddiyroq, chunki odam pensiya yoshiga yetgan bo'ladi. Lekin nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, imtiyozli pensiya, ustama, qo'shimcha to'lovlar, parvarish puli kabi masalalarda shartlar o'zgarishi mumkin. Yana bir nozik jihat ortiqcha to'langan pul masalasi. Agar tizim xatosi, hujjat kechikishi yoki fuqaroning xabar bermagani sababli ortiqcha pensiya to'langan bo'lsa, keyin bu summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Odamlar pul kartamga tushdi, demak meniki deb o'ylaydi. Lekin har doim ham shunday emas. Agar pul noto'g'ri asosda tushgan bo'lsa, uni keyin ushlab qolishlari yoki qaytarishni so'rashlari mumkin. Masalan, 6 oy davomida har oy 500 ming so'mdan ortiqcha to'lov bo'lgan bo'lsa, jami 3 million so'm bo'ladi. Bu katta pul. Uni bir yo'la qaytarish oilaga og'ir tushadi. Yana bir muhim masala telefon raqami. Bugun ko'p xabarnomalar SMS orqali keladi. Pensionerning raqami o'g'lining nomida. Eski sim karta ishlamaydi yoki bankdagi raqam boshqa, davlat xizmatlaridagi raqam boshqa. Natijada muhim ogohlantirishlar odamga yetib bormaydi. Men tavsiya qilaman, pensionerning asosiy telefon raqami ishlayotgan bo'lsin. Yaqin qarindosh ham bu raqamni nazorat qilsin, lekin SMS'larni yashirmasin. Ayniqsa bankdan keladigan kodlarni hech kimga aytmaslik kerak. Bank kartasi bo'yicha yana bir xavf bor firibgarlar. Tekshiruvlar boshlanadi degan xabar tarqalganda, ayrim firibgarlar pensiyangiz to'xtamasligi uchun karta raqamingizni ayting. SMS kodni yuboring. Biz pensiya jamg'armasidanmiz deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Men qat'iy aytaman. Hech qachon telefon orqali karta paroli, SMS kod, PIN kod yoki to'liq karta ma'lumotini bermang. Davlat organi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday desa, bu juda katta ehtimol bilan firibgarlik. Yana bir nozik joy, ishonchnoma muddati. Odamlar notariusdan bir marta ishonchnoma oladi va uni doimiy deb o'ylaydi. Lekin ko'p ishonchnomalar aniq muddatga beriladi. Muddati tugagan bo'lsa, u hujjat kuchini yo'qotadi. Undan tashqari, ishonchnomada aynan qanday vakolatlar yozilganiga qarash kerak. Faqat hujjat topshirish huquqi bormi yoki bankdan pul olish huquqi ham bormi? Pensiya masalasida ariza berish huquqi bormi? Shu jumlalar bo'lmasa, amaliyotda muammo chiqishi mumkin. Men endi sizga aniq harakatlar tartibini aytaman. Birinchi ish, pensionerning asosiy hujjatlarini tekshiring. Pasport yoki ID karta bormi?
muddati o'tmaganmi? Familiya, ism otasining ismi. Tug'ilgan sana to'g'rimi? JSSH raqami hujjatlarda bir xil ko'rsatilganmi? Agar xato bo'lsa, Davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli migratsiya bo'limiga murojaat qiling. Ikkinchi ish, pensiya tayinlangan asosni aniqlang. Bu yoshga doir pensiyami? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Imtiyozli pensiyami yoki boshqa turdagi to'lovmi? Har birining sharti boshqa. Agar yoshga doir pensiya bo'lsa, asosiy e'tibor shaxsiy ma'lumotlar, bank kartasi va manzilga qaratiladi. Agar nogironlik bo'lsa, tibbiy xulosa muddati juda muhim. Agar boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, bola yoshi, o'qish shakli, vasiylik hujjatlari muhim. Uchinchi ish, bank kartasini tartibga keltiring. Karta pensionerning o'z nomidami? Amal qilish muddati tugamaganmi? Karta yo'qolmaganmi? PIN kodni begona odam bilmaydimi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Agar pensioner bankka bora olmasa, yaqin qarindosh qonuniy ishonchnoma bilan yordam bersin. Lekin karta va pul ustidan nazorat pensionerning o'zida qolishi kerak. To'rtinchi ish, yashash manzili va telefon raqamini yangilang. Agar pensioner boshqa joyga ko'chgan bo'lsa, ro'yxat masalasini qonuniy hal qiling. Pensiya bo'limida yoki tegishli tashkilotda aloqa raqami to'g'ri ko'rsatilganini tekshiring. Birgina noto'g'ri telefon raqam sababli odam muhim xabardan bexabar qolishi mumkin. Beshinchi ish, tibbiy hujjatlarni oldindan tayyorlang. Nogironlik guruhi bo'yicha ko'rik muddati qachon tugashini yozib qo'ying. Poliklinikadan kasallik tarixi, shifokor xulosalari, analiz natijalari, davolanish bo'yicha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar pensioner yura olmasa, uyga shifokor chaqirish, ijtimoiy xodim yoki mahalla orqali yordam olish imkoniyatlarini so'rang. 6-ish, agar siz chet elda bo'lsangiz, vaziyatni oldindan aniqlang. Pensiya to'lovingiz davom etishi uchun qanday tasdiq kerak? Konsulat hujjat kerakmi? O'zbekistondagi vakilingiz nima qila oladi? Ishonchnoma qanday rasmiylashtiriladi? Bularni aniqlamasdan kutib o'tirmang. Chet elda yurib, O'zbekistondagi kartadan qarindosh pul yechayotgan bo'lsa, keyin savollar tug'ilishi mumkin. 7-ish, pensiya bo'limiga borganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar muammo bo'lsa, ariza yozing. Arizada ismingiz, pasport ma'lumotlaringiz, telefon raqamingiz, muammo mazmuni va talabingiz aniq yozilsin. Masalan, pensiya to'lovim nima sababdan to'xtatilganini tushuntirib berishingizni va to'lovni tiklash tartibini ma'lum qilishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaning ro'yxatga olingan raqamini olib qo'ying. Bu keyingi bosqichlarda sizga dalil bo'ladi. 8-ish, hujjatlarning nusxasini saqlang. Pasport, ID karta, pensiya guvohnomasi, bank rekvizitlari, nogironlik xulosasi. O'qish joyidan ma'lumotnoma, ishonchnoma, arizalar, javob xatlari, bularning hammasini alohida papkaga solib qo'ying. Farzandlar ham ota-onasining hujjatlari qayerda ekanini bilsin. Ko'p oilalarda muammo hujjat yo'qligidan emas, hujjat topilmagani uchun cho'ziladi. Agar pensiya to'lovi kechiksa yoki tekshiruv bo'yicha savol tug'ilsa, birinchi navbatda hududingizdagi pensiya bo'limiga murojaat qiling. Odatda masalaning ildizi shu yerda ko'rinadi. Hujjat yetishmayaptimi? Bank rekvizitida muammo bormi? Tibbiy xulosa muddati tugaganmi? Ma'lumotlar bazasida nomuvofiqlik bormi? Agar hujjat almashtirish kerak bo'lsa, Davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya bo'limi yordam beradi. Agar bank kartasi bilan muammo bo'lsa, kartani chiqargan bankka boring. Agar ishonchnoma kerak bo'lsa, notariusga murojaat qiling. Agar nogironlik guruhi bo'yicha masala bo'lsa, poliklinika va tibbiy ijtimoiy ekspertiza yo'nalishi bo'yicha harakat qiling. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha talaba o'qishini tasdiqlashi kerak bo'lsa, o'qish joyidan rasmiy ma'lumotnoma oling. Men yana bir maslahat beraman. Keksa odamni idora yolg'iz yugurtirmang. Ota-onangiz yoki buyingiz, bobongiz hujjat ishlarida qiynalsa, birga boring. Lekin ularning nomidan gapirayotganda hamma narsani ularning roziligi bilan qiling. Pensiya ularning shaxsiy daromadi. Farzand yordam berishi mumkin, lekin pulni egallab olishi yoki ma'lumotni yashirishi mumkin emas. Birinchi xato. Hamma tekshirilarkan, demak pensiyamiz kesilar ekan deb vahima qilish. Yo'q, tekshiruv avtomatik jazolash emas. To'g'ri, hujjatli odam uchun bu oddiy solishtirish jarayoni. Ikkinchi xato, menga hech kim aytmadi deb kutib yurish. Bugun har bir pensioner yoki uning yaqinlari o'z ma'lumotlarini tartibga keltirishi kerak. Ayniqsa telefon raqami, manzil, bank kartasi va tibbiy muddatlar nazoratda bo'lishi shart edi. Uchinchi xato.
Kartani butunlay boshqa odamga berib qo'yish. Qarindosh bo'lsa ham karta egasi pensioner. Agar yordam kerak bo'lsa qonuniy yo'l bilan yordam bering. Pul qayerga ketayotganini pensioner bilsin. 4-xato firibgarlarga ishonish. Pensiyangizni saqlab qolamiz. Faqat kodni ayting degan har qanday qo'ng'iroqdan ehtiyot bo'ling. Karta kodi, SMS kod va PIN kod hech kimga aytilmaydi. 5-xato hujjatni oxirgi kunga qoldirish. Ayniqsa nogironlik ko'rigi, talabalik ma'lumotnomasi. Ishonchnoma muddati. Karta amal qilish muddati oldindan tekshirilishi kerak. Muammo chiqqandan keyin yugurishdan ko'ra bir hafta oldin tartibga keltirish ancha oson. Demak, iyuldan boshlab pensionerlar bo'yicha ma'lumotlar yanada sinchiklab solishtirilishi mumkin. Bu hamma pensionerning puli kesiladi degani emas. Asosiy maqsad hujjatlardagi xatolarni, muddati o'tgan ma'lumotlarni, noto'g'ri to'lovlarni va pensioner pulidan noqonuniy foydalanish holatlarini aniqlashdir. Men sizga ekspert sifatida eng muhim tavsiyani beraman. Vahima qilmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Bugunoq ota-onangizning yoki o'zingizning hujjatlaringizni tekshiring. Pasport, ID karta, bank kartasi, telefon raqami, yashash manzili, nogironlik muddati, talabalik ma'lumotnomasi, ishonchnoma va pensiya hujjatlari joyida bo'lsin. Agar biror nomuvaffaqlik bo'lsa, uni erta hal qiling. Erta qilingan bitta murojaat keyingi oyda pensiya kechikishining oldini olishi mumkin. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiya kechikdimi? Hujjat so'rashdimi? Bank kartasi yoki nogironlik muddati bo'yicha muammo chiqdimi? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam berishi mumkin. Videoni tanishlaringizga, ayniqsa pensioner qarindoshlaringiz bor odamlarga yuboring. Like bosishni unutmang, kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizga oddiy odam tushunadigan tilda eng muhim ijtimoiy va huquqiy yangiliklarni tushuntirib boraman.